Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Bepul yo'l kira. Ya'ni ayrim toifadagi fuqarolar uchun jamoat transportidan bepul yoki imtiyozli foydalanish tartibi bekor qilinadimi? Yo'qmi? Tayyorlanayotgan reforma oddiy odamlarning cho'ntagiga qanday ta'sir qiladi? Bu ma'lumot nafaqat pensionerlar, talabalar, nogironligi bo'lgan shaxslar yoki urush va mehnat faxriylari uchun, balki har kuni avtobus, metro, yo'nalishli taksi yoki shaharlararo transportdan foydalanadigan har bir oila uchun muhim. Men bu masalani oddiy tilda, lekin huquqiy va amaliy tomondan aniq qilib tushuntiraman. Chunki bunday reformalarda eng katta muammo shuki, odamlar bepul yurish butunlay tugarkan, endi hamma pul to'laydi. Imtiyozlar bekor bo'larkan degan gaplarni eshitib, vahimaga tushib qoladi. Aslida esa har bir o'zgarishning ichida mexanizm, istisno muddat, hujjat va amaliy tartib bo'ladi. Hozir shu narsalarni birma-bir ochib beraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu mavzu sizning yoki ota-onangizning, farzandingizning, yaqinlaringizning kundalik xarajatiga bevosita tegishli. Avvalo bepul yo'l kira deganda nimani tushunamiz? Odamlar odatda buni bitta umumiy imtiyoz deb o'ylaydi. Lekin amalda bepul yurish yoki imtiyozli yurish turli toifalar bo'yicha beriladi. Masalan, ayrim hududlarda pensionerlar ma'lum transport turlarida imtiyozga ega bo'ladi. Ayrim toifadagi nogironligi bo'lgan shaxslar uchun alohida tartib bo'ladi. O'quvchilar yoki talabalar uchun chegirmali yo'l haqi bo'lishi mumkin. Ayrim xizmat vazifasidagi xodimlar esa maxsus guvohnoma asosida bepul yurishi mumkin. Demak, bitta bepul yo'l kira degan so'z ortida bir nechta alohida tizim turadi. Oldin qanday edi? Oldin ko'p joylarda imtiyoz qog'oz yoki guvohnoma ko'rsatish orqali ishlagan. Masalan, fuqaro avtobusga chiqadi. Haydovchiga yoki konduktorga guvohnomasini ko'rsatadi. U esa yo'l haqi olmaydi yoki chegirma qiladi. Bu oddiy ko'ringani bilan davlat va transport korxonalari uchun katta muammo tug'dirgan. Chunki nechta odam imtiyozdan foydalandi? Qaysi yo'nalishda foydalandi? Bir oyda qancha mab kompensatsiya qilinishi kerak? Bularni aniq hisoblash qiyin bo'lgan. Endi nima o'zgaryapti? Reforma deganda ko'pincha imtiyozni butunlay yo'q qilish emas, balki uni manzilli, raqamli va nazorat qilinadigan shaklga o'tkazish tushuniladi. Ya'ni davlat hamma bepul yuraversin, keyin taxminan pul ajratamiz degan yondashuvdan kim haqiqatan imtiyozga muhtoj, kim qonun bo'yicha haqli, kim qayerda va qancha foydalandi, shuni aniq ko'ramiz degan tizimga o'tmoqchi bo'ladi. Bu yerda asosiy savol shuki, imtiyoz transport ichida bepul yurish shaklida qoladimi yoki pul kompensatsiyasi shakliga o'tadimi? Ko'p davlatlarda shunday tajriba bor. Odam transportda avval pul to'laydi, keyin unga oylik kompensatsiya yoki karta orqali limit beriladi. Masalan, pensionerga oyiga ma'lum summa ajratiladi. U shu summa ichida avtobus va metroda yuradi. Yoki nogironligi bo'lgan shaxsning transport kartasiga imtiyoz bog'lab qo'yiladi. Validatiga tekkizganda tizim uni tanib oladi va pul yechilmaydi. Bu ikkinchi model odam uchun qulayroq. Chunki u har safar hujjat ko'rsatib o'tirmaydi. Lekin bunday tizim ishlashi uchun barcha transportda elektron to'lov, yagona baza va aniq tartib bo'lishi kerak. Endi kim xavotir olishi kerak, kim esa vahimaga tushmasligi kerak? Shuni tushuntiraman. Eng avvalo, qonun yoki hukumat qarori bilan alohida himoya qilingan toifalar bor. Masalan, nogironligi bo'lgan shaxslar, urush va mehnat faxriylari, ayrim ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar, bolalar uylari tarbiyalanuvchilari, ayrim hollarda o'quvchilar va talabalar. Agar imtiyoz aynan qonun bilan belgilangan bo'lsa, uni bir kunda oddiy e'lon bilan bekor qilib bo'lmaydi. Buning uchun normativ hujjat o'zgarishi, yangi tartib tasdiqlanishi va odamlarga tushuntirilishi kerak. Lekin shu bilan birga xavotirga sabab bo'ladigan joy ham bor. Agar ilgari imtiyoz mahalliy qaror, korxona ichki tartib yoki amaliy kelishuv asosida berilgan bo'lsa, bunday imtiyozlarni qayta ko'rib chiqish osonroq bo'ladi. Masalan, bir hududda avtobus parki pensionerlarga ertalab soat 10 dan 16 gacha bepul yurishga ruxsat bergan bo'lishi mumkin. Boshqa hududda bunday tartib umuman bo'lmasligi mumkin. Reforma aynan shunday parokanda holatlarni yagona tizimga keltirishga qaratilgan bo'lishi ehtimol. Oddiy misol olaylik. Toshkentda yashovchi 68 yoshli otaxon har kuni poliklinikaga, bozorga yoki nabirasini maktabdan olib kelishga avtobusdan foydalanadi. Agar bir yo'l kira 2000 so'm bo'lsa, u kuniga 2 marta yursa 4000 so'm. Oyga 25 kun yursa 100 ming so'm xarajat qiladi. Pensioner uchun 100 ming so'm kichik pul emas. Agar uning imtiyozi to'satdan bekor qilinsa, bu bevosita oziq-ovqat yoki dori-darmon xarajatidan uradi.
Shuning uchun reforma qilinayotganda davlat aynan shunday odamlarni hisobga olishi shart. Yana bir misol. Talaba har kuni uydan universitetga boradi. U metro va avtobusdan foydalanadi. Bir tomonga 2000 so'm metro, 2 so'm avtobus bo'lsa, borib kelish 1000 so'm bo'ladi. Oyga 20 o'qish kuni bo'lsa, 1076 ming so'm chiqadi. Agar talaba viloyatdan kelgan, ijarada yashayotgan bo'lsa, bu pul uning byudjetida katta o'rin egallaydi. Shuning uchun talabalar uchun umumiy bepul yurish bo'lmasa ham abonement, chegirmali karta yoki oylik limit joriy qilish amaliy va ijtimoiy jihatdan to'g'ri yechim bo'lishi mumkin. Nogironligi bo'lgan shaxslar masalasida esa yondashuv yanada ehtiyotkor bo'lishi kerak. Chunki transport bu yerda shunchaki qulaylik emas, balki tibbiy xizmatga borish, reabilitatsiya markaziga qatnash, ishga chiqish, davlat xizmatlaridan foydalanish imkoniyati. Masalan, ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan fuqaro haftasiga 3 marta davolanishga boradi. U har safar 2 transport almashtirsa, bir oyda 24 o'tinda qatnov qiladi. Agar har bir qatnov pullik bo'lsa, oyga sezilarli xarajat paydo bo'ladi. Bu odamni uyda qolishga majbur qilishi mumkin, bu esa ijtimoiy faollikni pasaytiradi. Transport korxonalari nuqtai nazardan ham masalani ko'rish kerak. Avtobus yo'qilg'i, haydovchi maoshi, texnik xizmat, ehtiyot qismlar, sug'urta va soliq bilan ishlaydi. Agar yo'lovchilarning katta qismi bepul yursa, lekin davlat kompensatsiyani aniq va vaqtida bermasa, transport sifati yomonlashadi. Avtobuslar kechikadi, park yangilanmaydi, haydovchilar yetishmaydi. Natijada imtiyoz bor, lekin transportning o'zi yomon bo'lib qoladi. Shuning uchun reforma faqat odamdan pul olaylik degan masala emas, balki imtiyozni saqlab, transport tizimini qanday moliyalashtiramiz degan savoldir. Menimcha eng to'g'ri model shuki, ijtimoiy himoyaga muhtoj toifalar uchun imtiyoz saqlanadi, lekin u elektron karta yoki yagona raqamli tizim orqali beriladi. Odam transportga chiqadi, kartasini tekkizadi. Tizim uning imtiyozli toifaga kirishini ko'radi va pul yechmaydi yoki chegirma bo'lmaydi. Transport korxonasi esa oy oxirida nechta imtiyozli qatnov bo'lganini aniq ko'rsatadi va davlatdan kompensatsiya oladi. Bunda ham odam qiynalmaydi. Ham transport korxonasi taxminan shuncha odam bepul yurgan deb hisob yuritmaydi. Endi istisnolar, nozik joylar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nuqtalarni aytaman. Birinchi nozik jihat, bepul yurish hamma transport turiga bir xil tatbiq etilmasligi mumkin. Masalan, shahar ichidagi avtobus va metroda imtiyoz bo'lishi mumkin, lekin yo'nalishli taksi bo'lmasligi mumkin. Yoki shaharlararo avtobus, temir yo'l, taksi, xususiy mikroavtobuslar bo'yicha alohida tartib bo'ladi. Shuning uchun men imtiyozliman, demak hamma joyda bepul yuraman degan xulosa har doim ham to'g'ri emas. Ikkinchi nozik jihat, hududlar farqi. Bir viloyatda joriy qilingan tartib boshqa viloyatda avtomatik ishlamasligi mumkin. Masalan, poytaxtda elektron karta tizimi to'liq ishlasa, chekka tumanda halina validator na yagona karta bo'lishi mumkin. Bunday holatda reforma bosqichma-bosqich joriy qilinadi. Avval katta shaharlar, keyin viloyat markazlari, keyin tumanlar. Odamlar esa aynan shu o'tish davrida eng ko'p chalkashadi. Chunki bir joyda karta talab qilinadi, boshqa joyda guvohnoma yetarli bo'ladi. Uchinchi nozik jihat, imtiyoz pulga aylantirilsa, uning miqdori yetarlimi? Masalan, davlat pensionerga oyga 60 ming so'm transport kompensatsiyasi beradi. Lekin u real hayotda oyga 120 ming so'mlik yo'l yuradi. Bu holatda fuqaro yutqazadi. Aksincha, kimdir umuman transportdan foydalanmaydi, lekin kompensatsiya oladi. Shuning uchun kompensatsiya modeli ham adolatli ko'rinishi mumkin, lekin amalda hamma uchun bir xil natija bermaydi. Eng muhim savol, kompensatsiya real yo'l xarajatiga yaqin bo'ladimi yoki faqat ramziy summa bo'lib qoladimi? To'rtinchi nozik jihat, hujjat va baza muammosi. Odam imtiyozga haqli, lekin bazada ko'rinmasa, validator uni oddiy yo'lovchi deb qabul qiladi. Masalan, nogironlik hujjati bor, lekin ma'lumot elektron tizimga tushmagan. Yoki pensionerlik rasmiylashtirilgan, lekin transport kartasiga ulanmagan. Bunday holatda fuqaro men haqman deb aytadi. Haydovchi esa tizimda ko'rinmayapti deydi. Mojaro kelib chiqadi. Demak, reforma oldidan bazalar tozalanishi, ma'lumotlar yangilanishi va murojaat qilish mexanizmi aniq bo'lishi kerak. 5-nozik jihat, oilaviy byudjetga ta'sir. Ko'pchilik bitta odamning yo'l haqi haqida o'ylaydi, lekin oilada bir nechta yo'lovchi bo'lishi mumkin. Masalan, oila boshlig'i ishga boradi, ona bozordan mahsulot oladi, 2 farzand maktab yoki kollejga qatnaydi, bu poliklinikaga boradi. Agar har birining kunlik yo'l xarajati o'rtacha 6 ming so'mdan bo'lsa,
5 kishi uchun kuniga 3000 ming so'm, oyga 600 ming, 70 ming so'mgacha chiqishi mumkin. Bu oddiy oila uchun katta raqam. Shuning uchun transport imtiyozlarini o'zgartirish aholining real daromadi bilan bog'liq ko'rilishi kerak. 6-nozik jihat. Haydovchi bilan tortishuvlar. Hozir ham ko'p odam shikoyat qiladi. Guvohnomamni ko'rsatdim, lekin haydovchi tan olmadi. Konduktor qo'pol gapirdi. Bepul yurish huquqim bor edi, lekin tushirib yuborishdi. Elektron tizim bu muammolarni kamaytirishi mumkin. Lekin faqat u to'g'ri ishlasa. Agar karta o'qimasa, balans noto'g'ri ko'rinsa yoki imtiyoz olinmagan bo'lsa, mojaro yanada ko'payadi. Shuning uchun texnik xizmat, jal markaz va tezkor shikoyat ko'rib chiqish tizimi bo'lishi shart. 7-nozik jihat. Imtiyozdan noto'g'ri foydalanish masalasi. Ayrim hollarda bir kishining guvohnomasidan boshqa odam foydalanishi, soxta hujjat ko'rsatish, imtiyozli kartani qarindoshiga berib yuborish kabi holatlar uchraydi. Davlat shuni kamaytirish uchun shaxsga bog'langan karta, fotosuratli karta yoki pasport ma'lumotiga ulanadigan tizim joriy qilishi mumkin. Bu nazorat nuqtai nazaridan tushunarli. Lekin bu jarayonda haqiqiy imtiyoz egalarini ortiqcha bürokratiya bilan qiynamaslik kerak. Endi men tomoshabin sifatida siz nima qilishingiz kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, o'zingiz yoki yaqinlaringiz qaysi toifaga kirishini aniqlang. Pensionermisiz, nogironligi bo'lgan shaxsmisiz, talaba yoki o'quvchimisiz, faxriy maqomingiz bormi, kam ta'minlangan oila reyestriga kiritilganmisiz? Chunki imtiyoz aynan toifa bo'yicha beriladi. Men qiynalyapman degan umumiy holat har doim ham transport imtiyoziga asos bo'lmasligi mumkin, lekin rasmiy maqom bo'lsa, huquqni talab qilish osonlashadi. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tayyor qilib qo'ying. Pensionerlar uchun pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlangani haqidagi ma'lumot, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjati. Talabalar uchun talabalik guvohnomasi yoki oliygoh ma'lumotnomasi, o'quvchilar uchun maktab ma'lumotnomasi, faxriylar uchun tegishli guvohnoma kerak bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, pasport yoki ID karta, yashash manzili, telefon raqam va agar elektron karta ochilsa, transport kartasi ham kerak bo'ladi. Uchinchi qadam, rasmiy manbani kuzating. Men doim aytaman, Telegramdagi mish-mish bilan qaror qabul qilmang. Transport vazirligi, mahalliy hokimlik, transport boshqarmasi, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, ijtimoiy himoya organlari va rasmiy ommaviy axborot vositalaridagi xabarlarni tekshiring. Agar ertadan hamma bepul yurish bekor degan xabar chiqsa, albatta qaror raqamini, sanasini, qaysi hududga tegishli ekanini va qaysi transport turlarini qamrab olishini ko'ring. 4-qadam, agar sizga imtiyoz berilishi kerak bo'lsa, lekin rad etishsa, og'zaki tortishuv bilan cheklanib qolmang. Yozma murojaat qiling. Murojaatda ismingiz, pasport ma'lumotingiz, telefon raqamingiz, qaysi imtiyozga da'vo qilayotganingiz, qaysi hujjat asosida haqli ekaningizni yozing. Masalan, men falon toifadagi fuqaro sifatida jamoat transportidan imtiyozli foydalanish huquqimni transport kartamga ulashni so'rayman deb yozish mumkin. Hujjat nusxalarini ilova qiling. 5-qadam, transport kartangiz bo'lsa, imtiyoz unga ulanganini tekshiring. Ko'p odam karta oldim, demak hammasi bo'ldi deb o'ylaydi. Yo'q, karta alohida, imtiyoz alohida. Karta sizning shaxsingizga bog'langanmi? Balans qanday? Imtiyoz muddati qachongacha amal qiladi? Bir kunda yoki bir oyda limit bormi? Mana shularni aniqlash kerak. Agar talabalik imtiyozi bo'lsa, u o'quv yili tugaganda avtomatik to'xtashi mumkin. Agar nogironlik muddati qayta ko'rikka bog'liq bo'lsa, hujjat yangilanmasa, imtiyoz ham to'xtab qolishi mumkin. 6-qadam, haydovchi konduktor bilan nizo bo'lsa, vaziyatni dalil bilan rasmiylashtiring. Yo'nalish raqami, avtobus davlat raqami, vaqt bekatnomi. Imkon bo'lsa, chipta yoki elektron to'lov yozuvini saqlang. Keyin transport boshqarmasi yoki operatorga murojaat qiling. Shunchaki meni chiqarib yuborishdi deyishdan ko'ra, falon kuni soat 08. 22 yo'nalishdagi avtobusda imtiyozli kartam ishlamadi. Haydovchi yo'l haqi talab qildi deb aniq yozsangiz, murojaatingiz jiddiyroq ko'rib chiqiladi. 7-qadam, oila byudjetini oldindan hisoblang. Agar reforma natijasida bepul yurish o'rniga kompensatsiya berilsa, bir oyda nechta qatnov qilishingizni yozib chiqing. Masalan, ishga 22 kun borasiz, har kuni 2 marta transportga chiqasiz. Bir qatnov 2000 so'm bo'lsa, taqamız 8000 so'm. Agar 2 transport almashtirsangiz, bir yetim 6000 so'm. Shu raqamni bilsangiz, kompensatsiya yetarlimi yoki yo'qmi aniq baholaysiz. Bu sizga shikoyat yoki taklif yozishda ham yordam beradi. 8-qadam.
Jamoaviy fikr bildirishdan qo'rqmang. Agar sizning mahallangizda ko'p pensioner, talaba yoki nogironligi bo'lgan shaxslar transportdan muntazam foydalansa, mahalla orqali, deputat orqali yoki rasmiy jamoatchilik muhokamasi orqali taklif bering. Masalan, ertalab va kechki tig'iz vaqtdan tashqari pensionerlar uchun bepul yurish saqlansin. Talabalar uchun oylik chegirmali abonement joriy qilinsin. Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun limit qo'yilmasin kabi aniq takliflar samaraliroq bo'ladi. 9-qadam imtiyoz muddati va shartlarini doim tekshirib boring. Ba'zi imtiyozlar doimiy bo'ladi, ba'zilari esa muddatli. Masalan, talabalik maqomi har semestr yoki har o'quv yili tasdiqlanishi mumkin. Nogironlik guruh muddatli bo'lsa, qayta ko'rikdan keyin yangilanadi. Kam ta'minlanganlik reyestri ham ma'lum muddatga amal qiladi. Agar muddat o'tib ketsa, tizim sizni avtomatik oddiy yo'lovchi qilib qo'yishi mumkin. Keyin siz aybdor bo'lmasangiz ham qayta rasmiylashtirishga vaqt ketadi. 10-qadam ishonchsiz vositachilarga pul bermang. Reforma karta imtiyoz degan joyda men ulab beraman, tezlashtirib beraman, bazaga kiritib qo'yaman deydigan odamlar paydo bo'lishi mumkin. Imtiyoz rasmiy tartib bilan beriladi. Agar kimdir sizdan noqonuniy pul so'rasa, ehtiyot bo'ling. Davlat xizmatlari, transport operatori yoki ijtimoiy himoya idorasi orqali rasmiy murojaat qiling. Hujjatlaringiz nusxasini ham har kimga beravermang, chunki shaxsiy ma'lumotlaringizdan noto'g'ri foydalanishlari mumkin. Xo'sh, bepul yo'l kira bekor qilinadimi? Men buni shunday tushuntiraman. Eng katta ehtimol bilan masala imtiyozlarni butunlay yo'q qilish haqida emas, balki ularni qayta tartibga solish, raqamlashtirish, manzilli qilish va kompensatsiya mexanizmini aniq belgilash haqida ketmoqda. Lekin shu jarayonda ayrim eski norasmiy yoki mahalliy imtiyozlar qisqarishi, ayrimlari esa karta limit yoki kompensatsiya shakliga o'tishi mumkin. Shuning uchun har bir fuqaro o'z toifasi, hujjati va hududidagi tartibni aniq bilishi kerak. Menimcha, adolatli reforma 3 ta shartga tayanishi kerak. Birinchidan, ijtimoiy himoyaga muhtoj odamlar transportdan foydalanish imkoniyatini yo'qotmasligi kerak. Ikkinchidan, transport korxonalari imtiyozli qatnovlar uchun aniq va vaqtida kompensatsiya olishi kerak. Uchinchidan, tizim oddiy odam uchun tushunarli bo'lishi kerak. Qayerga boradi? Qanday hujjat beradi? Karta qachon ishlaydi? Rad javobi bo'lsa qayerga shikoyat qiladi? Agar mana shu 3 shart bajarilsa, reforma odamlar uchun og'riqli emas, aksincha tartibli bo'lishi mumkin. Sizdan iltimosim, bu mavzuga befarq bo'lmang. Oilangizda pensioner, talaba, nogironligi bo'lgan yaqin inson yoki har kuni transportga qatnaydigan odam bo'lsa, bu ma'lumotni ularga ham tushuntiring. Kommentariyada yozing. Sizningcha bepul yo'l kira saqlanishi kerakmi? Yoki o'rniga oylik kompensatsiya berilgani ma'qulmi? Qaysi tizim adolatliroq deb o'ylaysiz? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men bunday reformalar, qonunlar va aholining kundalik hayotiga ta'sir qiladigan o'zgarishlarni oddiy tilda tushuntirib boraman.